Assalomu alaykum. Shampinyon qo'ziqorini xato va sirlari. Biz xudo xolasa aprelda boshiga yoki martda oxiriga yangi partiya o'qishimizdan boshlaymiz. O'qish narxi 15 million so'm. Hammaga necha pul deydi. 15 million so'm ichiga nima kiradi? Bu yerda qo'ziqorinxonani o'rganish, har bitta polkaga 15 ta polka bor. 15 ta polkani har bitta polkasiga odamga o'sha odam boshiga ajratib beramiz. 15 ta odam olinadi. Bitta patyokda 15 ta odam olinadi. 15 ta odam qo'ziqorinni urug'ini sepishdan boshlab, uni qo'ziqorinni sotishgacha bo'lgan hamma narsasi o'rgatiladi. Bu yerda ko'chada o'rgatilayotgan 800 dollarlik, 500 dollarlik yoki tekinga kompost berib o'rgatayotganlarni bitta sirini oshkor qilaman. Bu yerda faqatgina qo'ziqorin o'rganishga kelasizlar. Mendan mahsulot sotib olmaysizlar, dori sotmayman sizlarga, narsa sotmayman. U narsada chunki menda yo'q. O'zim qilayotgan kompostim bor. O'sha kompostimdan sizlarga o'rgataman. Xudo xolasa bitta polkadan 300 kilo hosil olsangiz, 150 kilosini puli sizlarga, 150 kilosini puli menga bo'ladi. Har bitta polka egasini. Shunda 15 million so'm pulinglardan, misol uchun 5 million so'mni 6 millionni chiqarsa